Diqqat aholiga tezkor xabar. Pensionerlar uchun muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga pensiya qanday beriladi? Hozirgi tartibga ko'ra fuqaro pensiya yoshiga yetganda ayollar 55 yosh, erkaklar 60 yosh pensiya proaktiv tarzda, ya'ni avtomatik ravishda tayinlanadi. Bu degani fuqaro hech qayerga borib ariza topshirishi shart emas. Tizimning o'zi elektron tarzda ariza shakllantiradi. Avtomatik ariza ishlashi uchun nima kerak? Pensiya avtomatik tayinlanishi uchun fuqaroning mehnat daftarchasi ma'lumotlari elektron tizimga kiritilgan bo'lishi shart. Agar mehnat faoliyati elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, vaqtincha ishlamay turgan, ammo ilgari ishlagan fuqarolar bandlik bo'limiga murojaat qilishi lozim. Hozirda ishlayotganlar esa o'z ish joyiga murojaat qilib, ma'lumotlarni kiritishni ta'minlashi kerak. Agar ish staji yetarli bo'lmasa nima bo'ladi? Yoshga doir pensiya olish uchun eng kam ish staji 7 yil. Agar fuqaroning ish staji 7 yildan kam bo'lsa yoki umuman bo'lmasa, ayollar 60 yoshda, erkaklar 65 yoshda yoshga doir nafaqa olish huquqiga ega bo'ladi. Bu holda fuqaro davlat xizmatlari markaziga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiladi. Pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Pensiya summasi ikki asosiy omilga bog'liq. Umumiy ish staji, ish haqqi miqdori. Hisob-kitob qilishda fuqaroning oxirgi 10 yillik ish haqqi inobatga olinadi, deyiladi ma'lumotda. Do'stlar, shu va shu kabi muhim yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, ushbu videorolik ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.